Faraz qilinglar, kotelniga kirdinglarda chiroq o'chib qoldi. O'sha termometrni, termomanometrni necha ko'rsatayotganini bilmasanglar, shunaqa qilib telefonni chirog'ini shunday qilasizlar-da. Shunday ko'rsatasizlar. Shunaqa qilib fosforda ko'rinadi. Qorong'ida ko'rinib turadi ichi. Yorug'. Fosforli termomanometr ataylab sizlar uchun olib keldik. Kotelnini, o'shani perfeksionistlar bor, kotelnini idealniy qilib yig'adiganlar uchun zo'r yengilliklar Vertin kompaniyasidan Vert termometrlari. Qora rangli, oq rangli, qizil rangli, qizil ko'k bor, vashshi chempionskiy ko'rinadi. Padachi obratga qo'yib qo'ysanglar. Yana alohida gilza sotib olib o'tirmaysizlar. Hammasida gilzasi bor. Adapteriga o'shani внутреннisiga tushadi. Ustalar mana juda yaxshi tushunadi. Gaz manometrlar xohlasanglar bunaqasiga, xohlasanglar ham orqasidan keladigan. Bundan tashqari termomanometr yo'qmi desalar, ham termometr, ham manometr. Buni ham gilzaliga qaranglar, rezba bo'ladi. Bundan tashqari Vert kompaniyasi juda menga yoqqan tomoni bular bitermitskiy termogolovkalarni ham olib kelib qo'yishdi. Tepasi shishali, juda chiroyli ko'rinadi. Ishlatib, boqim o'zimiz ham ishlatib, kotelni ishlatib, xudo xolasa klientlarimizga bilasizlar, biz faqat yaxshisini tavsiya beramiz. Shuning uchun ustalar bo'lsa, tanish ustalar bo'lsa, kotelni yig'adigan ustalarga tirs-tirs etib uchirib, kommentariyada savol javob qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.